Onajon, osh bo'lsin. Rahmat bolam. Bismillahirrohmanirrohim. Hidlarni qarang, onajonim. Oling. Non yo'qmidi? Bolam, non tugab qoluvdi. Senga aytuvdim-ku, yo'l-yo'lakay olib kelgin deb. 2 kundan beri ishim ham yaxshi bo'libdi. Borini yeb turamiz onajon, siz xafa bo'lmay turing. Hozir men sizga issiqqina choy damlab kelaman. Shu bolamni ham ishlari yurishib ketsin. Vo Sardorbek. Va, hoynahoy Mubashshar aka, uy arendasiga egallayo. Hozir. Assalomu alaykum, xush kelibsiz Mubashshar aka. Uka, uy ijarasi nima bo'ldi? Telefon qilsam ko'tarmaysan. Endi uyingga kelib, oilani oldida ijara haqqini so'rashim qoluvmidi? Bundan ko'ra kaliti topshirib qo'ya qol. Aka, to'g'risi 2 kundan beri ishim yaxshi bo'libdi. Ozgina yiqqan terganim bor edi. Shuni olib turing, qolganini ham qilib beraman tez kunda. Bu pullaringni olib cho'ntagingga solib qo'y. Bundan ko'ra uy bo'shatib, kalitini ertaga ofisimga olib borib bergin. Tushundingmi? Assalomu alaykum aka. Yaxshi keldingmi? Rahmat aka. Uyning kalitini olib keldingmi? Aka, hozir uyni kalitini sizga beradigan bo'lsam, boradigan joyim yo'q. O'zi uy ijaraga olganingga ham 2 oy bo'libdi. Pulni to'liq va vaqtida to'lay olmayapsan. Shunga kalitni topshirib qo'ya qolgin ukam. Xo'p aka, sizni tushundim. Mana kalit. O'zi seni bu yerga chaqirishimdan maqsad ehsonga haqiqiy loyiq insonni qidirib yurgandim. O'sha muhtoj inson yonimda ekan bilmabman. Oksigen House'dan 2 xonali yo'gandim. Shuni senga sovg'a qilaman. Buyur nasib qilsin. Rostdan. Vau, endi bizga ham uyimiz bo'ladimi? Onajon. Ha, bolam, necha hovli qilsan, tinchlikmi? Onajon, endi bizga ham uyimiz bor. Ganduvolaringiz amalga oshdi. Bizga Oxygen House uylarida 2 xonali uy olib berishdi. Allohim yetkazganiga shukr. Endi bizga ham uyimiz bor. Tabriklayman ona. Rahmat, bolam, rahmat. Bu kalitlar sizga. Hamisha yo'ling ochiq bo'lsin.